Elektrikani noldan o'rganamiz. Bugun ikkinchi kun, ikkinchi etabini sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Bo'lmasam ketdik. Kecha eslayingda bo'lsa qanaqa shtraba qilish ko'rsatgandim, bugun o'shaning davomini ko'rsatib o'taman. Mana shtraba qilingan joyda, tayyor joyda, endi podrazitniy konsola o'rnini cho'tki qilib ochib olamiz. Podrazitlarni rodbum bilan cho'tki qilib qo'yamiz, mana. Qo'yib bo'lganimizdan keyin kabellarni tashlashga tayyor qilib, har bitta xonaga misol mana shu yerdan tashqariga chiqadigan kabel o'rnini teshib olamiz. Keyin nari xonadan bu xonaga o'tadi kabel, o'shaning uchun teshib olamiz. Sizlarga bitta maslahat, mana xuddi shunaqa qilib proyekt yasab olsalaring, olasangiz screenshot qilib olinglar. Xuddi shunaqa qilib proyekt yasab olsalaring o'zingizga qulay bo'ladi, ham uyda egasi ko'rgandan keyin ham qaysi kabel qayerga ketayotganini bittada bilib olsa bo'ladi. Mana screenshot qilib olishlaring mumkin. Biz shunaqa qilib ishni boshlaymiz. Bugun ikkinchi kun mana podrazitlar qo'yib, kabel tashlashga tayyor qilib oldik. Pastdan birinchi etajdan chiqib turib, mana shu shtraba qilingan joyda mana shu yerdan tarqaladi. Sizlar ham xuddi shunaqa qilib montaj qilsalaring, ishlaring cho'tki bo'ladi, ham sifatli bo'ladi. Bu yevro montaj. Ikki xil montaj turi bor. Men biladiganim, endi montaj turi ko'pdir. Men ikkitasini bilaman hozircha. Kimga qiziq bo'lsa, kommentariyaga plyus belgisini yozsin. Keyingi videosida xudo xolasak korobkali montajni ham ko'rsatishga harakat qilaman. Salomat bo'linglar. Like, podpiska eslaydan chiqmasin.